Слово предоставляется заместителю премьер-министра Республики Татарстан Василу Фаязовичу Шейхразиеву. Muhtaram milletdaşlar, qadrli do'stlar, Qozon qo'noqlari. Bugun biz shu tarixiy maydonga Tatarning buyuk uli Musa Jalilning tug'ini 110 yil to'lini belgilab o'targa, onun batırlıq simvolini avrilgan yazmışın ulu ihtiram hem tiren titrenu bilen so'zdan kechirerge ruhimizni nig'atirga jayildik. Tatarston prezidenti Rustam Nurgali Minixanov ismidan Tatarston Respublikasi Davlat Soveti Tatarston hukumati ismidan sizni barig'izni da shu tantanali yubiley chorasi bilan tabrik etaman.